Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun 1-avgust 2026-yil. Soatimiz billari 8:30 bo'lyapti. Qadrdonlar, biz bugun sizlar bilan Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi qovun, tarvuz, chakana va ulgurji bozoriga yetib keldik. Hozir sizlar bilan birgalikda narx-navolarni ko'ramiz. Bozor bilan tanishamiz. Qovun bozorlarimiz mana shu yerdan boshlandi. Nech pul qovunlar? 300 so'mdan. Kilosi. Tarvuzchi? Tarvuz 3.5. 3.5 mingdan. Qovun tarvuz. 4.5. Kampermi bu? Kamper deyim buni nima deydi? Kamper bosib oldi. 5 ming so'm bo'ladi. Kilosi 5 ming so'm. Kilosi 5 ming so'm. Chakana narxlarida mana akalar. Nech pul ekan bu tarvuzda? 3200 dan. 3200 dan ekan. Qo'yish mana tarozilar mana akalar. Bozor mana boshlanyapti. Yo'lni bo'yidan asta ichkari kiramiz. Bozorlarning narx-navolarni ko'ramiz. Qo'ldan kelganicha sizlarga yoqadigan qilib kontent tayyorlashga harakat qilamiz inshaalloh. Mana. Nech pul qovunsiz aka? Kilosi 6 ming. Bu shakarpalakchi. Nima deydi shakarpalakmi bu? Ha? Toshkent ko'kcha. Tuman. Toshkent ko'kcha, Toshkent ko'kcha. Ha, qancha bu? Bu ham 6. Kilosi 6 mingdan ekan. Kilosi 6 mingdan ekan. Mana bu tarozlarni ko'p qo'yib, mana Damas'larni katta mashinalar tortib, mana tarozda tortib, kilosini chiqarib yuklanaveradi. Tarozlar. Tarvuz oldingizmi aka? Yo sotyapsizmi? Savdo qilyapman. Savdo qilyapsiz. Qancha qilyapsiz mana shu turishini? 200. Qancha? 200. Ha, kiloga. Kilo donaga qashak tarvuz beryapti. Aka nima qilding? Ha, kilosi 2300 olyapsiz. Haykalga odam ketdi hozir. Kilosini 2300 dan gaplashyapti-ku, hali sotmabdi. Hali sotmabdi. Qovunlar bilan dehqonlar olib kelyapti mana qovunlarni. Mana qadrdonlar, hamma qovun, tarvuz sotadigan garmashitdan. Shu yerdan yuklar tarqab ketyapti. Tumanlarga, shaharlarga, vodiy bo'ylab Andijonmi, Namanganmi, Farg'onami shu yerdan tarqayapti. Kiyim kechaklar ham bor. Ana Kiyimlarni bu tarafdan mana bozor qilib olishdi. ana motivatsiya qilyapti. Hozir ko'ramiz mana bozorni. Boshqa odam boshlaydi. Boshqa odam nech pul aka? Tuzimisiz? Ashqa 3 ming kam bor ekan. Kilosi. Kilosi. Bir tonna olami ashqalat bir tonna bormi? 700 kilo. 700 kilo bor ekan. Qanchani ko'rdi endi so'ramasa? Endi ketib turibmiz. Zo'r aka bozorda bersin. Qovunlarimiz ham bor ekan. Mana qovunlar. Egasi ko'rinmayapti. Sizdan emasmi aka? Yo, shu tayinga. Mana qovunlarimiz. Egasi borini ko'rak. Nech pul qovunlar akalar? Kilosi 3.5 ming. Qanchani ko'rdingiz so'ramasa aka? Qazobchi. 3.5 ming kami bor ekan. Endi 3larga bo'lib qolamiz endi o'z mo'jazgacha. 3larga bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Sizniki nech pul aka? 2 million so'rayapti. Yomon, yomon tarqayib ketdi. Bu so'rasa kerak o'zi ham, ha? 2 million so'rayapsiz. 2 million so'rayapti. Nechta bor donasi? 200 dona bor. 200 ta bo'lsa 2 million 10 mingdan bo'lamiz so'raganlar. Men aytyapti, tushunamiz. Siz sotyapsizmi buni? Ha? Sotyapsizmi? Bir donasi 10 ming, katta kichik, ha? Bir xil narxda. 2 million deyishyapti. 200 ta qovun. Donasi 10 mingdan tushyapti ekan. Aka bozorlarni bersin, ha? Mana bozor bu taraf tarvuz bozor ekan mana. Tarvuzlarni ko'ramiz mana. Bir boshdan mana. Tarvuz nech pul dehqon aka? Nech pulni ko'rdi?
Assalomu alaykum. Şu turuşu 1.9 mingni ko'rdi. Ha, kilosi 1.900 dan ko'rdi. Bitta bir tonna chiqadimi endi? Yo'q, bormaydi. 700 kilo. Ha. 1,5 million bo'lar ekan, demak, ha? Yaxshi mana. Bu qanchaliklar mana. Bu qaytga turmasa bu? Qiziltepa, Oltiariq. Qiziltepani Torbuzi ekan. Torbuzimizni egasi yo'q. Oyoq o'xshor bo'lib, yo bismillah. Hozir qovunlar tugataylik, ha. Keyin tarvuz o'taylik. Qovunni boshlab qo'ydik, tarvuz tomon kirib ketib qoldi. Ko'kchami bu? Ha, ko'kcha. Neç pulni ko'rdi bu ko'kchamiz aka? 600 ming pul. Qalaysiz? Ochiq bo, yaxshimisiz? Yaxshi. Rahmat. 600 mingni ko'rdi. Dona nechi pul? Nechi dona bor bu yerda? Bilmayman-da, bana sanamabdi o'sha. Ha, 600 mingni ko'rdi. Bermadilar. Yaxshi, mana shu holatdan 600 mingga berishdi. 100 tadan ko'p bo'lsa kerak, ha? Ko'p. Assalomu alaykum. Hojiboy, sizni quvurlaringiz nechi pul hojiboy? Onlar 2 milyon diyor. 2 million deyapsiz. Qancha 200 ta bormi endi? Yok, 150 lira. 150 ta. Bu nima degan? Nima qanaqa bu? Şeker falan. Shakarpalakmi? Yomon sarg'aydi, ha? Qaytdi endi bu. Şey, Shu yozyapti. Qanchani ko'rdi? yok bu yeni ketdi. Endi kelishdi mana akalar. Rosa pishibdi qumlar. Bozorni bersin aka. Bu ham sizdan? Bu YouTube'dan ko'raverasiz. Ikkovi bir xil ekan-ku, ha? Mashina bitcoin qilib qo'yishdi mana. Bitcoin ekan mana, tamas to'la ekan, uzr ha. Do'st. Yo'llar ham to'lib ketibdi, vaqti yurib bo'lmaydan ketdi. Hammasi shakar palak ekanda, ha? Buni qarang mana, yorilib ketdi, borib chiqqandan, ko'ring. Rosa pishib ketdi-da. Mana qovunlar, ana qovunlar, mana qovun bo'ldi. Hamma joy qovun ekan bu tarafda. Kimdan oldi boyagi? Olyapsan ikki. Qolgan gapi yo'q. Qo'shib yuboradi. Nasib shatta Aka nechi pul qilyapsiz aka sir bo'lmasa? Ha, maydanimi? Bu qanchadan aka? nima qilaman men oldim. Siz qalaysiz? Nechi pul deyapsiz buni? 3 ming deyapti. Shakarpalak kilosi 3 ming endi, ha? Killas. Qanchani ko'rdi endi sir bo'lmasa? Hozir keldik aka. Bu bozor to'lib qoldi, joy ham qolmadi bozorda. Assalomu alaykum. Mayda. Bu nechi puldan ekan aka? Bu nomi nima buni? Mağaz degani, Abunovat. Abunovat. Nechi pul deyapsiz? 1 milyon. Turishiga. Nechta bor? 140 ta qovunga 1,5 million baho aytishyapti ekan mana. Shunda 11 mingdan tushami? Ha, donasiga. Donasiga 11 mingdan tushyapti. Baho. Demak 10 mingdan berasiz, 10 mingdan berasiz ekan, demak, ha? Ha, mana shu 4 kilo chiqadi, ha? Ha, 4 kilo. 4 kilo chiqsa mana shu mana 5 kilo chiqsa 2 mingdan ekanda. Yaxshi bozor ma'qulmi, zo'rmi? Qaytdiki bu? Sadvin uzumchilikniki. Uzumchilik, 3 uy. Sadvin. Sadvin. Ruscha Sadvin. Sadvin. O'zbekcha uzumchilik. Bunaqa uzum daromadi. Ha, yaxshi. Bozorni bersin. Yomon sarg'ayibdi bular. Egasi yo'q shekil buna. Savdo bo'lyaptimi maydachalar? Yo'q. Bu nechi pul mana? Egasi kimdan? Nechi pul? Yo'q, mayli, ish qilaversin. Ish qilaversin, mayli. Savdoni gaplashaveramiz. Aşağı qarab ketaveramiz. Aşağıdan aşağı qarab ketaveramiz desak. Nechi pul ekan qovunlar aka? Siznikimi? 3000 kam bor bunda. Katta narsa ekanda o'zi ham, ha?
Qarang mana. 1 2 40 santimetr ekanda kamida. 40 santimetr ekan mana. 1 2 yo'ldagi umr qovun bozor deb o'tirasiz. Nech pul 3000 deyapsiz, ha? Nech pulni ko'rdi endi aka, bu kam bormi? Savdo bo'ldimi? O, egasi narxi. Egasi tursa bo'lmaydimi yonida? Yonida tursa bo'lmaydimi? Narxni so'rardik. Nech pul bo'ldi, nech pulni ko'rdi bu? Narini savdo qilyapti. Qaysini? Ha. Endi shundan. Yaxshi, zo'r mana. Bu obunovat deganlarimiz ekan mana. Shakarpalak degan rosa ko'payibdi-da hozir. Obunovat mana. Sizdanmi aka bu? Qovunni qarang mana bu. Qovunni ko'ryapsiz mana. Qovunni qarang mana. 6-7 kilo chiqadi. Nima bo'lsa, mana shu qovun aka. Mana shu qovun savdosi bo'lyapti ekan. Qancha bo'lyapti aka savdo? 19gacha. 3,5 ming kilosi. Qancha bo'lyapti savdosi? 3,5 ming kilosi. Ha, kilosi 3,5 dan bo'lyapti ekan. Mana живой savdo mana. Kilosi 3,5 bo'lyapti. Berdinglarmi 3,5 ming, bermadingizmi? Yo'q, kilo 3,5 ming deyapmiz. Aytilishi bahosi. Ha, aytilishi. Siz qancha so'rayapsiz aka? 900 mingga bersa oldim. 1,9 mingga bersa oladi. Turishi 900 kilo yuki bor. Ha. Deyishyapti. 2000 dan oshiqroq tushyapti ekan, demak a. Mana qovun ham shirinmi bundan ko'ra? Yo'q, biz qaysi biri shirinligini? Bu shirinroq, ha? Bu shirin. Qayerga? YouTube'ga. Nima deb chiqsa? Shu qovun bozorida siz chiqadi. Yozyapman qovun bozorida siz chiqaveradi aka. Ko'rib behajorat narx-navolar ko'rib olaverasiz. Kelish shartmi? Mana bozorim. Uzoqdagilar ko'rib keladi-da, "O'mayta arzoni bor ekan, ketdik" deydi-da, mashinani keladi. Arzonlar ko'paytirib yuboryapti. Shunaqa. O'shaning nomi nima o'sha qovunda? Ko'kturna. Mana ham shunaqa ekan-da, ko'kturna. Ko'kturnalar narxi Oq turnani biladi, ko'k turna ham bor ekan. Ko'k turna. Bu nech pul bu ko'k turna? Ha? Ko'rmaysam kilosi. Qanchani ko'rdi? 3100. 3100 dan berishmabdi mana bu. Dehqonlarimiz 3100 dan berishmabdi. Ko'k turnani. Sariqtoy shakarpalak. Shakarpalak degani. Egasi yo'q ekan. Bunimiz nima degani akalar, endi hormanglar. ko'kcha aka. Ko'kcha, tuzini ko'rsak bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Ben yashib. Asal ichida, va? Tam boru, tam vaqti dahshat ekan tam boru. Qanchani ko'rdingiz? 2000. Oyog'ingiz yetmadimi? Yo'q. Nechta dona bor ekan? 258 kilo. Siz do kiloga olyapsiz-da? Kiloga 2100 dan olyapsiz. Hali pishga yo'q savdolik. Ha. Shunday bormi? Bozoringiz bersin mayli. 2100 dan qilishyapti ekan mana. Jinday bor ekan. Jinday qop. Pishib qoladi mana. Pishaman deb qoldi. Bu ko'k turna endi bu. Ko'k turna. Ko'k turnani qanoti yo'q mana. Uchmaydigan ana. Bu qanchani ko'rdi? O'yinga 1 million qilishdi. 1 millionga berishmabdi do'ngiga. Sizniki nech pul aka? Meniki bosh aka. Biz oluvchi. Oluvchimi? Ham 5 topay. Assalomu alaykum. Ilohim. Ilohim. Qayerdan keldingiz endi? Bag'doddan. Bog'lab ketasiz. Ha, Bag'dod. Biz bu ham Bag'dodda nimasi, territoriyasi. Territoriya yozyapman kirib qolgan joyda. Shunaqa aka. Bag'dod tugash yozyapman boshlanishi. Agar qarashim 20 bundan oshiq bo'lsa, mana 20, 40 dan oshiq ekanda, uzunligi mana 40 santimetrdan uzun ekan. Ko'ryapsizmi mana? 20, 40, rost mana 40-45 santimetr chiqar ekan. Nuriddin. Nech pul bu qovun Nuriddin? 3000 baho aytyapti.
3000 kam bu. Kami bor. Yerga kelganda bu, ha. Yo'q, yerga julmi. Savdoni ko'rdingmi savdoni? Qilyapti. Qancha qildi? Patolog qancha qildi? Aytavering. bozor, Dili interesga ko'radigan har ko'ruvchi nimalarga, muxlislarga qancha ko'rdi axir? Dili interesga 2400 dan berishmadi. Nechta bor bitta? Sanovi sanalmagan. Sanalmagan. Sanasiz barakasi uchatda to'g'ri. Barakasi uchun. Kiloga sotilyapti. Kiloga sotilyapti. Sizniki ham shunaqa. Ikkovi bir xil sortagan, ha? Nima deydi? Shakarpalak, ha? Ha, oq shakarpalakda. Oq shakarpalak, ko'k turna nomi ham har xil ekan, ha? Ha, qoraqosh. Qoraqosh. Qoraqoshmi bu? Shunaqa. Ko'ring. Hoji baxshimiz. Hech pul aka qo'llaringiz. Salqinga turyapsiz nima shoga? Qanchani ko'rdi? Ha, bozorga qara. Ikki xil nima ekanda bu yerda? Ikki xil navda qovunlar ekan. Qovun bozor ham juda katta bo'lib ketdi. Mana ham qovunlar mana. Hali qovun bozor tugagani yo'q hali. Qovun bozor kobodlarda ham kelyapti mana. Ayronlar, suvlar ham bor ekan. Bozor mana juda katta bo'lib ketdi. Preset bilan olib kelyapti. Savdo bo'lyapti bu? Qancha bo'ldi? Qanchani ko'rdi? Aka, sizmisiz? Yaxshimiz. Qanchani ko'rdi? 1 million kam bor. Kami bor. Shakarpalak endi? Yo'q, bu Hindiston. Hindiston? Nega yo'q Hindistonda kelib chiqqan? Made in India. Zo'r aka bormi? Zo'r aka bozorda mana. Mana akalar, bu tarafdan katta yo'l mana. Andijon Toshkent yo'li mana. Yo'lni bo'yida mana. Isuzularda ketdi mana. 40 nomer. Qovunni qanchadan beryapsiz akalar? 2008'da. Qayerdaki bu? Jizzax Sirdaryo? Sirdaryo. Birinchi savxoz? Sardoba. Sardoba mana. 30 Mana aka. Sardobani qovunlari ketdi mana. Patolog 2008 mi yo arzoni bu kelish? 8 xo'rozga qo'yib berish. Aka bozorni bersin. Mana buni optim sotiladi. Bu qanchadan ketdi bu? Bu turishini berdik. Hammasini ya? Qanchaga? 8 millionga berdik. 5 dona bor bu yerda. Endi sanog'ini bilmayman. Sanog'ini bilmaysiz. Mana 20 partiya qadar dollar. 2600 dan kelishdik. Hammasini bering dedik, hammasini berdik. To'g'ri. O'zidan o'sha vaqalimisiz? Yo'q, o'zidan Besharada. O'zi Besharada. Dehqonchilik o'sharda. Dehqonchilik o'sharda, to'g'ri. Bu vodiyni odamlari dehqonda o'zi. Mana Besharlik akamiz ekan mana. Sirdaryoda savdo, Sirdaryoda dehqonchilik qilsa ekan, ha mana. O'zimiz dehqon odam. Bozorni bersin aka. Ilohim, ilohim. Ye, qora qormang. Sizimizda qolmaylar akalar. Nech pul ketdi aka? Sir olmasa. 3000 so'm beryapti. 3000 dan berdi. Bu ham Sardobami bu ham? Buni Qayerdiki? o'rtoqlizniki. Ha? Jizzax o'rtoqlizniki. Jizzax 19-savxozniki ekan. Bozorlarni bersin akalar. Sirdaryo, qolmaylar. Qanchadan beryapsiz aka? 3000. Kami bor. 2008 dan beryapsiz. Sariq nech pul ekan buni o'tlar? Qanchadan berdi aka? 3,5 dan tugabdi mana buni o'tlar. Tugabdi. 3,5 dan tugabdi. Buni nech puldan beryapsizlar? Nech puldan beryapsiz? Kilosini 3300 dan kilosiga ketyapti. Qovun tarvuzdan aralashtirib mana ketishyapti. Mana
Mana akalar savdoni borib boshlaydi hozir mana ko'chama-ko'cha savdo sotiladi. Svejiy qovun torudi sotiladi hozir bozorlar mana. Aholiga yetib boradi xudo xolasa. Svejiy. 25 pozitsiya. Nech pul aka, dehqon aka? 300 so'mdan. Yuzini ko'rsak bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Jizzaxkimi, Sirdaryonikimi? Jizzax. Jizzax. Bugun tugatorasizmi shuni aka? Bozorni bersin. Aka bizniki YouTube'ga aka. YouTube'ga shu xaridorlar ko'rsa kelsa savdo bo'lsa bir sizga xursand aka. YouTube'ga chiqqancha Nech pul berdi aka buni? Patolog. Oxir narxi. 3,5 ham sotdik aka. Ha. 3200 ham sotdik. Ha. Tugatishga 3000 qo'yib yubordik. Shunga 3000 qo'yib mana qaranglar aka mana. 20 O'rtacha 8 kilo beradi. 45 chiqyapti, ko'rasizlarmi? 50. 8 kilo beryapti aka. Ha, 8 kilo 10 kilo beryapti ekanda. Tamiz o'ragan lekin aka yana bitta yeb ko'ray, vaqshimanda ekan. Tijorat. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bozor qaynab ketyapti joyda. Aka bozorni bersin ha. Hormaylar. Ya o'zimizni bog'ladinglar-ku, hormaylar. Olmatiga ba? Qancha berasizlar buni? 2800. 2800. Yutib olyapman lekin ha, yutib olyapman. Aka razar shirin suvli qovun. Bu qaytdiki, o'shaxtikimi? Jizzax. Jizzax. Yaxshimi? Akanizdan yaxshimi? Yuringlar, bozorlarni bersin ha. Sog' bo'ling sizlarga rivoj. Rahmat. Dehqon aka, nech pul beryapti? Nech pul beryapti? 3400. Jizzax. Zo'r ekan. Bu ham tomonlar yengilab qolgan chiqsa. 3400 dan berishyapti ekan. Mana akalar qovun bo'ldi, sizlar hammasi chetda ko'ryapsizlarmi mana? 40, 70, 20, 25 har qanaqa nimadan bor. Umumidan bor mana. Obunovat nech pul ketdi, sir bo'lmasa? Aniq 3,5 ming ketdi. 3,5 mingdan ketdi. Kiloga? Zo'r o'tdi, bozorlarni bersin. Qayer, Sirdaryomi? Sirdaryo. Qayeri? Mirzacho'ldan ketdi mana. Mirzacho'lda qovun ekan. Aka YouTube'ga olyapman aka. Ko'rasizlar. Bo'ldi mana. Kelib ko'raverasizlar mana. Akamiz mana. O'zidan o'sha yerdanmi, shu yerdanmisiz? Alaykum. Bozorni bersin. Besharak. Hayır, Rishton, zo'r. Bozorni bersin. Mana besharak rishtonliklar o'sha tomonga borib qovun torib ekar ekan mana. Sirdaryoda mana. Ekib olib kelar ekan shu yerga. Tarvuz ham bor ekan bu yoqda. Tarvuzni ko'raylik. Keyin o'sha tarvuz bozor boshlanib qolibdi bu yoqda. Tarvuzni qancha beryapsizlar ota? 2,5. Assalomu alaykum. Tuzuymisiz? Hoji ota? Tuzuymisiz? 2,5 berishyapti. Qaytdiki bu? Jizzax, Tarvuzdan Jizzaxdan kelyapti. Nomerim Jizzaxdan. Ilgari faqat 40 nomeriz. Ana. Bunisi. Buni yotkizib berdi. Yotib qoldi mana Sirdaryo ekan. Zo'r ekan aka. Katta tarvuzdan lekin ha. 10 chiqyaptimi? Sirdaryo qayerda bo'lgan endi bu? Jizzaxman shu Sirdaryo. Jizzax. Ha, bu qayerda bo'lgan endi aka bu? Jizzaxda 10 10-A savxozda bo'lgan ekan. Adresigacha berishyapti mana aka. Ko'ryapsizlarmi? Vodiyni bozorlarini Sirdaryo, Jizzax qovunlari mana to'ldiryapti mana. Qovun tarvuzlar mana aka. Bu ham 25 ekan. Mana shu tomon mana endi sekin asta tarvuzlar tomonga o'tamiz deganim tar qovun tugaman. Yürü. 20 santi bor yana. Qovunlarimiz bu. Nech pul berdi? Bu yangidanmi tog'a?
Hozir ana nimaga alo deyman, ketaverammi? Qovun necha pul berishdi? 3200 Ha? 3200. 3200 berishdi. Tarvuz qanchadan ketdi? Balki. Yo'q, balki 2,5 ming. birodarlar. O'zimizniki shu yerdakimi bu eslaymi? Jizzax. Tarvuz dahshat omon. Mada endi Jizzax. Qo'llanishini ko'ring. tarvuzlar kilosi yesangiz bilasizlar. Zo'r, mana o'zi ko'ntirdi o'zi qizarib turganlar o'zi. Quyosh yegan tarvuzlar ekan, rosa. Pishgan dangillagan tarvuzlar ekan. Bu tomon ham qovun mana. Qovun bozor ham juda katta ketdi. Hammasi Isuziylarda vohani qovunlari barish etganmi deyman. Bilasizlarmi mana? Tarvuz kam ekan, qovun ko'p ekan. Tarvuz kam ekan lekin. 40-50 mana Namanganda qov tarvuzlari ham ketdi. Qovun. Tarvuzni qancha berdilar aka tarvuzni? Ko'rmanglar. Sizimsiz. Mayda chekkan tarvuzlar ajda. Ammo dangilayapti. 600 kilo chiqsa agar 600 kilo chiqsa ham 2,5 ga boryapti. Ovozni ko'ryapsizmi? O'shani olaylikmi videoga? Rasmga Telegram. Bu nima degan bu? Toshkent ko'kcha. Toshkent ko'kcha. Bo'lgani. Ko'kcha dahasi. Nech puldan endi? 3000. Savdo bo'ldimi? Hozir kelmagan. Mana 25 50 dan baland ekan. Kattalar 11 kelar ekan. Gelmisiz? Ha. Ko'raverasiz aka. Qo'm bozorsiz chiqaveradi aka. 1 million 400 qilyapti. Qilyapsiz. Nechta bor bitta? Sanalmay ma'mullarni olib qo'ydi uni o'g'andagi. Endi bu yarmi ko'rinmayapti-da. O yarmi Damas'ga. Ko'rinadigan o'g'an mana. Yarmi qovuni zo'r. Yarmidagi. Qovuni zo'r gap yo'q ekan. Narxi ham ma'qulmi axir? Yo jinda qo'shish kerakmi? Qo'shish kerak. Jinda qo'shish kerak. Endi qo'shaldimmi? Men hozir hisob kitob. Aka qayerga borasiz buni? Bag'dodga. Bo'ldi. Siz qayerdan kelyapsiz? Setan. Ha, yozyapman-da o'zi. Bag'dodga. Zo'r. Akalar bozorlarni bersin. YouTube'ga chiqadi. YouTube'da aka qovun bozor yozyapman desangiz chiqadi aka. Ham o'qib. Mana ekan Bag'doddan ekan. Dehqon akamiz shu yerdan ekan mana akalar. 1 million 400 qilyapti. Ha, berishmayapti. Jinday qolib pishib qolibdi o'zi, ha? Beradi. Yaxshilab so'tang qo'lini beradi. Qo'lni yarmi yo'qda, yarmi Damas'da o'rtasida qo'ydi. O'zi sotuvchi maqtaydi, oluvchi bat ko'radi-da, qonun uchun-da. Bozorlarni bersin aka. Mayli. Jiguli bosib ketdi mana. Nech pul bo'ldi aka bu? Ko'kchami? Yarım deyapsiz, kami bor. Kes qo'ymas, tuzini ko'rardik. Chamini ko'rardik. Yarım yo'q, birada so'radi. O, brat pichoq bor ekani. Ha, aka ko'raverasiz aka. Yozyapman qovun bozor siz chiqadi ko'raverasiz. Mana usta aka. Shirindan to'yingda reklamaga aka. Utaridan to'yingda reklamaga. Shirin chiqsa, mana. Bismillahirrohmanirrohim. Kattaroq olib qo'ying. Mana. Ko'kcha bu. Ko'k turna degan. Ko'k turna. Turnasi ham bor buni. Oddiy turna emas, ko'k turna. Hozir uzib chiqdi. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'lga olayim dedim. Вообще yetildi yoradi-yu bu. Shunaqa. Qo'laveradimi? Bo'lsa. Yo'q yetilar ekan arasa. Bismillahirrohmanirrohim. Kalendrdaga mana shunaqasi bor ekan bitta. Mana. Nima yana mana? Nech pul deyapsiz buni aka? 3,5 kami bor. 3,5 kami bor ekan kiloga. Qiziqqanlar bu. Aka pichoq bor ekan aka? Berib qo'yaman. Berib qo'yasiz. Aka pichog'ingizni berishadi. Aka buni
Uchoqib berishar ekan. Qo'li bo'ldi. Tarvuzlarimiz nech pul ekan aka? Qalay? 1,5 million deyapmiz. Ha. Soni ham ko'p shekilli, ha? 170 ta 1,5 million. Kiloga qanchadan beradi kiloga? Kiloga emas, domash. Do'ngicha. Qanchani ko'r do'ngicha endi mana shu tarvuz? Qilishyapti. 850 ming ko'r. Mana 60 Andijon nimami bu? Baliqchimi? Ulug'nor, Kamsamolobod. Bu qanchani ko'ryapti, so'ramas akalar? 2 million deyapti. Siz qancha qildingiz? Men hali so'rag'am endi, so'rayman. O'ylanib turibman. Yuring. Managa qo'shib. Yuring. 1800 dan qilibdi. 1800 dan ko'ribdi kilosiga. Bu ham Andijonmi, Ulug'normi yo? Yazdavon. Ovozni eshityapsizmi? Nana tarvuzlar. Ammo tarvuz zo'r ko'rsatib qo'ying. Tarvuz zo'r ekan, tarvuz. Tankilayapti. Tarvuz tankilayapti mana. Mana kindiga borib, bir kesa yo'lib ketadi mana shu kindiga. Yo'q. Agar pulini beraveraman desangiz, yo'l beraman. Tak etkizib. Yo'q. Ishonaveraman aka, sizga dehqonsiz aka. Mana pulni beramiz, yorib ko'rsatsa ko'rib berishar ekan. Mana tarvuz dodasi bor ekan. Dodasi bor ekan. Sizdan aka dodasi necha pul bu? 300 so'm kam. Kilosi 3000 kami bor ekan. Nechta sig'di bekka? Sana bilmaymiz aka. Rost, taroz olib ketdi. Ha. Bu ham sizdan. Mana ishtiyoqlarni oldi. Asmir qo'y, asmir. Nech bor aka? 2,5 kam bor aka. Kilosiga. 2,5 kam bor ekan mana kilosi. Taylandan ko'chadi. Ha. Mana. Bu qayerdaki bu? Oltariqdiki. Oltariqdiki. Qiziltepa. Bulargimsiz? Bo'laveradi, ha. Farmon olmang, ha? Hayır babama. Bozorda bersin ha. Qiziltepani tarvuz ekan. Bu egasi bormi buni? Necha pul ekan? Sizlarni? Sağolasiz. Buni olyapsizmi? Sotyapsizmi? Siz savdogarlikka yurarsiz. Biz bekor olamiz. Beraveramiz aka. Necha pul deyapsiz buni? Kiloga sotyapsiz. 2800 kam bor deyapsiz. Qimmat o'qibdi. Kecha mahallada 3,5 oldim-da, kilosini tarvuzni. Qimmat o'qibdi, nima tarvuz, ha? Arzon. Yo'q, arzon qolgan. 2800 kam bor deyapsiz aka. Kecha hali sotuvchi bo'ladi, 3,5 ni oldik-da. Sotuvchilardan oldi. Ha, mahallada. Mana. Asmir qilib qo'ydi mana, asmir mana. Zo'r. Qancha 2,5 larga ketami endi bu? Mujalis 2,5 larga bitar ekan mana. Bu qaytdiki Oltariq ekansizmi yo Uchuyda ekansizmi? Uchuyda mana. Bag'dodda o'ziniki ekan. Mayli bozoringiz bersin ha. Yaxshi bo'ldimi pomidorlar qilib? Zo'r. Pomidorni ham tugatdik aka. Biz qo'yib yuraveramiz aka bilan. Sherigingiz saylan sotyapmi sherigingiz? Yo'q aka. Sotardi ekansa-yu. Nima sotyapti hozir? Qo'l sotyapmiz. Ha, yaxshi bozorlanadi. Qayna yotibdi. Tomonda sekin o'tamiz men bilan. Ish pulni ko'ryaptimi, so'ramasa? Dehqon akalar, hormaylar. Assalomu alaykum. Qanchani ko'rdi? Endi aka. Endi. Pishib ketdinglar. Yaxshi pullar ketsin. Ish pul ekan. Dehqon aka? Sizdan emasmi? Buni sizdanmi? Qancha bu? Siznikini so'raveraylik. Yo'q, yana keldimmi? Bir aylanib keldim bozorda hozir. Aylanib keldingizmi? 35 ming bo'pti mana gaplashganim. Qancha dedingiz? 19 turibdi o'shanda hali ham. Voy, bu achchiq bermaydi. Hozir tarvuzlar pastladimi, ko'tariladimi? Bir haftaning ichida.
O'rtacha. Sal pastlatdi demak, ha? Yo'q, Bal bozorda beraversin. Yaxshi narxlar sotib ilohim, ha? Yana olib chiqavering. Bratan olib kelyapti, tarvuz olib kelyapti bratan. Qo'sh kelyapti. Nech pul tarvuzlarimiz aka? 1,5 ming kilosi. 1,5 million turishi. Bir tonna chiqadimi? 1,5 million ekan turishi. Qanchani ko'rdi uka? Bermadi. Demak, birlarga beras ekanda, ha? Men ham savdogar. Men ham chiqarib qo'yaman narxni o'zimcha. Endi beram bermayman. To'g'ri kelsa berishadi, to'g'ri kelmasa yo'q. O'tavering, yopyapsiz. Sotib oldingizmi? Ha. Aka, tarvuz qayerdaki bu? Selen. Sredniy bo'lib qopti, ha? Ikkinchidan bu. Maydalashadimi? Sizniki aralashgan, ha? Katta kichik. Kattagani ham bor, kichkinasi ham bor. Aka, bu qanchani ko'rdi? 500 mingga bermadingiz. 500 mingga berishyapti. Yurasizmi? Endi yo'l suv toshib ketdimi deyman, bekazini loyra olgan mana shu. Haydavering. Haydaveringizda bu to'lamiz, o'ppale. Mana bu tarozimiz, lekin haqiqatdan ham yirik narsa ekan. Necha pul qilyapsiz aka? Necha pul qilyapsiz? 2405 tonna. Ha, yana o'zi berishadimi? Kelishib qolsalar. 2400 dan 5 tonna o'zi berishga gaplashyapti ekan. Kalibrli zo'r lekin, bor kalibr juda katta narsa ekan. Mashina 10 dan chiqsa kerak, mashinalar, ha? Ha, 12 kilo. Katta narsa. Endi keldimi? Ketam turibdi ekan-ku. Akajon sekin o'tib olamda, sharqada. Bozorlarni bersin aka, ilohim. Hop. O, chikkalarda ham qovun tarvuzlar bor ekan mana. Ko'ryapsizlarmi? Qovun tarvuzlar bor ekan, o, burchaklarda. Bu qanchadan ketdi sir bo'lmasa? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xirmonga baraka. Bizga. 1800 dan yozyapman, ha bu? Aytlar loyibga suv toshib ketishlar, yomg'ir yoqqanmi yo'q? Ya, yomg'ir va suv toshigan bo'ldi. Suv toshib ketishlar. Tarvuz suv tushgan. Yo'q, tarvuzdan tushmaydi. 1800 dan yaxshi ketdi, zo'r. 1800 dan olishyapti ko'p. Yomondan so'ramadi. Yaxshi. 1800 dan. Dehqon akamizniki ham kelibdi mana. Aka, nech pul ekan? Tarvuzlari tuzdingmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sredniy bo'lib qopti-da. Ha, sredniy. Asmar ko'rek. Nech pul? 1 million. Ikkinchi uzunmi endi bu? Yaxshi. Zo'r. Akam oldimmi, keldimi hozir bu? Aka, oldingizmi, keldingizmi? Nech pulga oldingiz? Tarvuzni 1450 so'm, qovun 2700 so'm. Kilosini 450 dan. Qovun qayerga ketadi endi aka bu? Qo'qonga Xondi bozoriga mana. Zo'r bo'pti. Akam to'g'ri pishibdi, mana endi qaytyapti. Biz yana bozorga qaytamiz sekin. Mana Matizda ham qovullar tarvuzlar kelyapti. Bir Matiz. Nech pul ekan Matizda tarvuz? Kami bor. Qanchani ko'rdi? 400 mingga berishmoqda. Sanoqi ham 100 ta bor shekilli, ha, mayda sredniy ekan. Ko'rmaganlarga ko'rsataman. Bozorga borib tanlab 5 mingdan deydan tarvuz ekan-da.
Yo'qlarni olib ketdim. Ha, 5000 TL olsa olib ketaveradi. Bizda boshqa gaplar gapiraveramiz. Roman narxi. 2,5 mingdan kam sotganimiz yo'q aka. Bashtoruz. Aka bozorda bo'lsin. Chiqib o'tib olaylik. Bemalol. Bugun sotamiz xudo Savdo bityapti mana bu. Savdoni qilishyapti. Tarvuz qovundan ko'ra kamroq ekan. Yangi tarvuzdan keyin. Yangi tarvuz keldi. Bu ham tarvuzmi aka? Asliga juda qo'yaveradi, joyi ham qolmadi. Andijon baliqchilik ya, uyg'onormi? Qochinchi bu xusni jamoani ko'raylik aka tarvuzingizni. Bo'ldi, ochavering. Ana. Aka nechmi bu? Puli necha ekan aka? 3000 kami bor ekan. Sizlardan. To'g'risida Ikkini pastdami? Aka sotuvga sotaverasizmi? Aka sotgan pulga sotasizmi? Aka sotasizmi? 3000 kami bor ekan. Keganda shunaqa narx aytib oladi, bir. Keyin sal pastlaydi. Buni ham ochishadi. Tarvuzlar kelyapti. Tarvuzlar endi kelar ekan. Tarvuzlar. Qovunlar bor, vohadan kelyapti-da, ahli. Ana tarvuz. Nech pul deyapsiz endi buni aka? Kelishlar ekan, narx aytib yo'q. Nechta qanchalar ketmasin ochaylik. Bu ham tarvuzmi aka? Tarvuz. Kan tarvuz. Mana bu tarvuzimizdan keldi. Orqadan chiqib ketsa bo'lmaydimi? Orqaga yo'lchilar ochib bersin. Nech pul aka bu? Qaysi aka? Nashi. 28dan beri. 28dan beraversa ekan. Kamlari bor ekan. Yo devonni kim aka bu? Mana shu mesni to'g'ri. Mesni. Mana egasi deb qo'yadi olib. Mesni ekan. 2800 kami bor ekan. Zo'r bu. Tomonlar to'ldi, mana tarvuz yana kelyapti. Dehqon bu hormang endi. Mana tarvuzlar kelyapti. Narx-navolar mana shunaqa gaplar ekan, narx-navolar endi mana akalar. Bu tomoni mana yo'l mana kattamaydi, daryo, kanal bor ekan. Qovunimizdan kelyapti. Tarvuz sotib chiqib. Qovun nech pul ko'kcha? 3,5 ming aka. Hormang. Assalomu alaykum. Bozorda bersin aka. 3,5 ming kami bor ekan. Kiyimlar, dvoykalar buni. O qovun nech pul ketdi aka? Sotib oldingizmi? Qanchadan ketdi? 2,5 mingdan sotishdi mana hali qovunni. 3,5 ming, 4 ming sotdim-da. Endi borini aytadi-da. Borini aytadi-da. Qovun ham kelyapti. Hozirroq olsam deb. Nech pulga oldingiz aka siz? Kilos. Mana sotdim. Sotdi, qancha sotdingiz? Yaxshi sotdingiz, 15 ham ketdi-da. Zo'r sotib qo'ysiz. 22 dan berishdi. O, tomonlarda mana perekitka bo'lyapti. Mana shu bozorimiz akalar. Mana bozorda qo'ldan kelganicha obzor deydi. Endi ruschasi obzor, ruschasi mana bozor bilan tanishdik qo'ldan kelganicha akalar mana. Endi xato kamchiliklari bo'lsa uzr, lekin bor-ku. Endi bizning safarimiz qarayapti, sekin qaytamiz. Nech pul ketdi tarvuzlar? 450 hammasi bitta, do'ngicha. 450 mingga do'ngicha ketdi.
Voy aka. Zo'r bo'pti. YouTube'ga aka, YouTube'ga. Yo'q, qaysi kanal? Qovun bozorinisiz, yozyovonsiz chiqaveradi aka. Hozir qaytib bosib qo'yamiz aka. Bosing aka, yarim soatdan keyin bosing, shuni chiqaraman aka. Nomerini ham olib qo'yamiz, nomerini ham mahallaga oldiga. Mana mahallaga bor sotishar ekan mana. Sviji kontoruzlar mana. Hozir yutlayapmiz mana. Mana bozorlarni bersin. Yozyovon qovun toruz bozori. Mana akalar. Bozorlar mana qaynab yotibdi. Hamma tirikchilikdan o'ra mana. Kelyapti, yangi yuklar kelyapti. Namangan, Toshkent, bu yoq o'zimizni Farg'ona qirg'lar. Topdingizmi egasini? Ekan sotdi. Ogon odamni yo'qotib qo'ydi. Mana men taroz mana akalar. Moshinni tortib yukni qanchalik bo'laveradi mana. Sharoitlar qilgan kerakmi? Mana mashqalar. Mana. Haligi brat bu. Aka taroz qancha oldingiz? Necha pul ketdi, hoji buva? Kiloga ketdimi? Dön gibi. Necha pul ketdi? 615 ming. Nechta dona bor ekan? 100 ta. 6,5 mingdan. Mana bitta shakar obuna o'yot deganimizdan mana savdo bo'lib tormaylar akalar. Qirmonga baraka. Nech puldan ketdi akalar bu? Do'ngbaymi? Do'ngbay aka. Qancha ketdi? 1 million 300 zo'r bo'libdi mana. Ularni yo'q bozordagi ona pullarni Albatta sotuvchiga ham, oluvchiga ham barakatni bersin avvalambor. Hamma tirishib yuribdi. Bozorlar yursin. o'zim ektaman. Zo'r ketdi mana. O'zi ham katta narsa ekan-da. Zo'r narsa ekan. Mana akalar, shunday qilib mana bugun Farg'ona viloyati Yozyovon tumaniga qilgan sayohatimiz o'z oxiriga yetyapti akalar mana. Kimda-kim shuni qilib mana ish qilaman desa ham mana labosi bormi, damasi bormi kelib qovun tarvuzlarni olib ketib o'zini qishlog'iga borib yoki rayoniga borib mana bu holatda mana tarvuz, piyoz qo'ygan mana. Ko'chma bozor qilib sotsa ham tirikchilik chotki bo'laveradi akalar. Hozirgi kunda tirikchilikda aybi yo'q, halol bo'lsa bo'ldi. Halol kasb, halol markab deydi-ku. Mana ketdi bittasi. Halol kasb qilsanglar bo'ldi akalar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, sog' salomat bo'linglar. Agar mabodo kamchiliklarimiz bo'lsa, uzr. Qaysi rayondan kuzatyapsiz? Sizni tumaningizda narx-navolar qanday? Kommentariyaga yozib yuboring, tarvuz bizda monuncha, qovun monuncha deb akalar. Muxlislar ko'radi, o'qiydi. Odamlarga qiziq tumaningizdagi bo'layotgan voqealar, narx-navolar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Sizlar bilan yo'ldagi umr kanali 1 avgust Farg'ona viloyati Yozyovon tumani qovun bozoridan syomka bo'ldi.